Mehmonlar uchun tez va oson, to'yimli ham vitaminlarga boy bo'lgan salat tayyorlaymiz. Retsept juda ham oson. 2 bo'lak lahm go'shtimizni pare-pare qilib kesib olamiz. Qizil va sariq xohlagan rangli bolgarskizni olib, ularni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Go'shtimizni suv chiqqancha qovurib olamiz. Ozgina soya solib, ziravorlar solib, dimlab qo'yamiz. Go'shtimiz pishay deganda bolgarskilarimizni solib, 5 minut qovurib olamiz. Bolgarskilar orqasidan chesnok va ko'k piyozlarni solib, tagini o'chirib qo'yamiz. 2 dona pomidorimizni ichini olib, mana shunaqa shaklda to'g'rab olamiz. Eng zo'r jarayon salatni yig'ish jarayoni. Pomidor, tuzlangan qo'ziqorinlar, garroh, orqasidan tuzlangan bodringlar. Shu ketma-ketlikda salatimizni tayyorlab olamiz. Eng oxirida issiqqina qovurilgan go'shtlarimiz va bolgarskilarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Shunaqa chiroyli ham to'yimli salatimiz tayyor bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib keting, xursand bo'laman.